Hop mana qishloqqa ham kelib oldik. Hop mashtin sekin parkovga qilsak ham bo'ladi. Endi obunachilarni sanash bo'laman. Hello barchaga obunachilar, sizlar bilan birgalikda men Simon bo'laman obunachilar. Bugungi videoga xush kelibsizlar obunachilar. Hop bugün men shaharga borib kelayotgandim. Mashinamga mashina oldim mana. Mashinamga benzin va balon ham olib keldim qo'shimcha. Stop. Anaqa kalitini oladi. Hop mana. Obunachilar endi uyga kiramiz. Uyni ham yangilab oldim. Mana yangi kompyuterlab oldim. O'tgan videoni ko'rgan bo'lsanglar men sirli yoriqlardan juda ham ko'p boylik topib oldim. O'shanga mashina, kompyuter, o'shana qadar oldim. Va unda 2 stak va 2 stak zumrad va 10 ta olmos qoldi xolos. Endi biz bir ikkita polislarni tozalab olamiz. To'g'ri, hali polisdagi narsalar pishmagan bo'lishi mumkin. Nimaga buzilgan? Vaqtda ahamiyat bermaymiz. Bir ikkita jitellar sho'xlik qilib buzib ketgan bo'lishi mumkin. Voy polislarim namuncha anaqa bo'lib ketibdi. Juda bittasi o'sgan, bittasini suv bosgan. Suv yerdimi? Voy stop, to'xtanglar. Mazbash polis bo'lamiz. O'zi kirkam bilan kelib qarab ko'raman. Manimcha oldingi bunchi polis qo'ysa kerak. Mishmishli yurardi-da qishlog'imizda. Bitta bunkerlar oldi, zombi apokalipsis haqida yasalgandi. Endi bularni ekib chiqamiz. Yetsa bo'ldi. Yetmasa yana anaqada olib turamiz. Qo'shnining polisidan. Hop. Bu ne çıktı? Yetmedi. Keyinroq olsangiz hozir. Anaqa JT'ga ketgan bo'lsa, to'xtalaydi. Jon uydamikan? Uyda ekan. Jon JT'dan qayerdaligini bilsam, yo'q bilmayman. Ular yo'qotga ketgan bo'lishi mumkin. Bilmayman dedimi? Bo'ptimi? Yo'q, bunkerni ochib kerak. Hozir taxlimiz. Bu kamdonlarman bo'ldi. Endi nima qilamiz? Jon to'xtalar lazım. Matigamni qo'yib. Hopam. Mana bu bunkerni ochib ko'ramiz. Buradan şurada. Diyor kanka toşlu bunker mi? Bu ne çile? Toşlu mu da? Kırıkta narsalar baktım mı? Mahluk o'xshagan zombilarga o'xshagan narsa. Modna bo'lsa nima qilamiz bu? Endi biz bolton olamiz. Va ishdan olamiz. Narsalarni qo'yib qo'ying. Hop, endi boramiz. Eshik yo'q. Hop, bu yoqdan bor. Stop. Qayerdaydi u bunker? Esimdan chiqib qolyapti. Shaharda uxlamay keldim yani. Mana bu qilishim. Yo'q. JT'ni lazım. JT'ni sizlar nima qilyapsizlar bu?
Men bizga joy aytishdi, tanitish kerak o'shaga bunker quruvdik. Nima bunker? Qanaqa zombi apokalipsis? Jitelarni qayerdaligini bilmayman dedi. O'zi tashqarida yuribdi. Bizni men shaharga borib bunker narsalarni olib kelaman. O'zimga bunker quraman deb aytgandim. Alda Jon aytishdan qayerdaligini bilmayman dedi. Jonni oldiga borib keling. Hop, biz ungacha bunkerdan chiqib turamiz. Yo'q, chiqmay turinglar. Prosta ham zombi apokalipsis bo'lsa men ham kirib olaman-da. Hop. Jonni oldiga boraylik-da. Hop. Tak. Jon. Jitelarni rostdan qayerdaligini bilsam, yo'q bilmayman. İplos nima geldi hepsi? Jitelarni bunkerga qamab o'zing mazza qilib yuribsan-da. Uzr. Shunchaki hazillashmoqchi edim. Nima? Hazil? Senga hazil ko'rsam. Mana senga farming qo'yib yuborsam. Mana. Bolla kechir. Boshqa qilmayman. Mashta qo'yaman. Yana bir marta shunaqa qilsang, bu qishloqda yo'qotib yuboramiz. O'zi yaqinda keldi. 2 kun bo'ldi. Sizlar çok qishloqlarni albatta. Endi biz nima qilamiz? Hop, endi biz men buraya polisimda taxminan va sizlar bilan xayrlashaman. To'xtanglar, men sabzi bor edi. Bu narsalar hech kimga yolg'on gapirmanglar, hazillashib sahida ham. Burada hammaga xayr bo'lsin, obunachilar, sizlar bilan birgalikda men Simon bo'laman. Obunachilar, keyingi videolarda xayrlashmaymiz, sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz obunachilar. Unda bo'lsa ko'rishguncha xayr.